rahbar va fuqarolar tadbirkorlar uchrashuvini boshladik. Birinchisi mana shu davlat fuqarolarga 17 million so'm kirit olishyapti. Yo'nalishga. So'rta aka, Shukrullo aka 17 million kirit tanishganmisiz? Mahalla bankidagi murojaat qilasiz. Bizlar bilan aziz ko'rib chiqish muddati 3 kunda ko'rib chiqishadi. Hozir testiy rejimda o'tib qoldi. Testiy rejimda o'tib berasizlar. 8 skoni hal qiladi. Ijobiy bo'lsa, ijobiy sразу kreditlar chiqarib beradi 20 minutda. Stavkasi 5 yillik, 25% stavkada. Keyin 312 bo'yicha sog'lom vaqt xo'jayinlari 100 million kirit olinyapti. 312 bo'yicha 5 yil stavkada bu 21%. 21%. Imtiyozli davri 1 yilga. Imtiyozli davri 2 yil. 2 imtiyoz davri. 3 ish kunida buni hal qilib berishadi. Olmaota Shohsanobxonning xo'jayinlari narigisi 100 million kirit olishadi 312 bo'yicha. Bozorga tushuntirgan tartibini 5 yillik 21% stavkada ijobiy hal qilib beramiz 3 kunda. Mo'ydinov Diyorbiyaga traktorga so'rab kelishibdi. Paxtavalli fermer xo'jaligi. Paxtavalli fermer xo'jaligi arizalar topshirdingiz? Ha, topshirdik. Yangi qaror bo'yicha 10% yaxshi ekan. Ya'ni hal qilish 10 yilga yuvandi. 10 yilga yuvandi. Traktor zavoddan yangi traktorlar beryapti. 2 ish kunida ko'rib chiqib berishadi, ijobiy hal qilib berishadi. Diyorbiyaga keldingiz. Nurmat va Mohiraxon opa 17 million so'm kirit olishyapti. Ular ham o'sha tikuvchilik bo'yicha ekan. Tikuvchilik bo'yicha 5 yillik 25% stavkada 2 ish kunida ko'rib chiqib berishadi. Testiy rejim mahalla bankiga uchraydi. Testiy rejimda o'tsa ham ijobiy hal qilib berishadi. Hozir kelgan fuqarolar shular, yana qo'shimcha bo'lsa davom ettiramiz. Telefon orasida gaplashaveramiz. Xo'p, rahmat. Qadiyat. Qadiyat.